Slovaklar populist bosh vazir Robert Fico va boshqa rahbarlar muddati tugaganidan keyin umrbod to'lovlarni bekor qilish to'g'risida qaror qabul qilish uchun referendumda ovoz berishmoqda. Bratislava, Slovakiya. Slovaklar shanba kuni o'tkazilgan referendumda populist bosh vazir Robert Fico va boshqa rahbarlar vakolat muddati tugaganidan keyin umrbod to'lovlarni bekor qilish to'g'risida qaror qabul qilish uchun ovoz berishdi. Ular, shuningdek, katta jinoyatlar va korrupsiya bilan shug'ullanuvchi maxsus prokuror va Milliy jinoiy agentlik idorasini qayta ochish yoki ochish masalasida ovoz berishdi. Referendum parlamentdan tashqari g'arbparast muxolifat partiyasi bo'lgan demokratlar tomonidan uyushtirilgan petitsiya ortidan bo'lib o'tdi va unga 5,4 millionlik mamlakatdagi 350 mingdan ortiq fuqaro imzo chekdi. Bu qonun talab qiladigan chegara. Slovakiya tarixida faqat bitta referendum 2003 yilda mamlakatning Yevropa ittifoqiga a'zoligi bo'yicha ovoz berish muvaffaqiyatli o'tdi. Boshqalar esa saylovchilarning kamligi tufayli muvaffaqiyatsizlikka uchradi. So'rovlar shanba kungi saylovchilarning ishtiroki talab qilinadigan 50 ga yetmasligini ko'rsatdi. Slovakiya bosh vazirlari va parlament spikerlari kamida 2 muddat lavozimda ishlaganlar umrbod nafaqa olish huquqiga egadirlar. Bu parlamentdagi qonunchilarning maoshlariga teng bo'lgan oylik to'lovni, bu chora-tadbirlarning bir qismi sifatida. Ukrainadagi urushning yangi bosqichi. Ukraina endi Rossiyaning chuqur qismidagi harbiy va energetika obyektlariga zarba bera oladi, deydi. Sobiq elchi Daniel Fried nima uchun Rossiya o'zining strategik ustunligini yo'qota boshlaganini o'ylashini tushuntirdi. Xameneyning dafn marosimining ikkinchi kunida eronliklar jazirama issiqqa qarshi chiqishdi. Xameneyning dafn marosimining ikkinchi kunida jazirama eronliklarga qarshi chiqdi. Eronda marhum oliy yetakchi Ali Xomanay dafn marosimining ikkinchi kuni nishonlandi. Tehrondagi Grand Mosalla zalida suv ustalari o'rnatilgan va ko'ngillilar motam tutganlarga sovuq ichimliklar tarqatayotgan jaziramaga qaramay uning jasadini ko'rish uchun ko'plab tarafdorlar keldi.